Assalomu alaykum, mehrli Alloh obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta mehrli chiroyli ishlarimizdan biri nihoyasiga yetdi. Bu qilgan ishlarimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Soyguzar mahallasiga mana Hoji tog'amizning xonadonlariga chiroyli qilib qildik. Baholasani o'choqlarimiz yonyapti. Nihoyatda go'zal bo'lib. Mana akalar. O't yonishlari nihoyatda chiroyli. Akalar. Bu 80 litrli qozonimiz. Mana yana bitta 50 litrli qozonimiz. Yonida oshposh, tovoq qo'ygan ham joylar qildik. Akalar, mana sog'lom ko'rinishlari. Baholasi. Endi akalar buni tutun tortishlarini ham bitta ko'rib qo'yamiz. Baholasi. Hoji tog'a, men bitta tutun tortishini ko'raylik endi. Yaxshi chiqyaptimi tutun? Chiqadi. Yo'q. Aslında şartlı koyup tiştirdiler mi? Xudo xolasa. Akalar, o't yonishlari nihoyatda go'zal. Ovqatimiz, suvimiz tez qaynaydi. Ekonomik o'choqlarimiz. Chiroyli qilib qildik. Tortishlarni ko'rib qo'yamiz. Akalar, tutun tortishlari Yaxshi. Akalar, nihoyatda go'zal. Tog'a, bu eshigini yopib ko'ring, bunisini ko'rib qo'yaylik. Bu safar o'zim endi shogird bolalar ham ishi bor ekan. Bu safar o'zim sizlarga endi ko'rsatib beraman. Mana akalar, tutun tortishlari nihoyatda chiroyli. Sizga 5. Ha, iloyim. Mana. Hozir eshigini ochib bersalar, tutun chiqmaydi. Turaveradi. Hoji tog'a, xursandmiz, xudo xolasa. Ko'ngilli bo'ldimi? Yaxshi kunlarga maza qilib ishlataverasiz. Bu oldida 80 litrli qozonimiz, 50 litrli qozonimiz. Biz sal kirib ichkariga kiradigan qildik. Shtobi qozonimizga yaqinroq bo'lsin dedik. Qozonimiz kattaligi uchun bu tomondan bemalol qilaveradi. Aziz yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa chiroyli ishlarimizni el xalqimizga ulashaveraylik. Ko'pchilik narx-navolar so'rayapti. Narxlarni ham aytamiz, xudo xolasa. Mana suvimiz qaynadi. Mana bir pasa qaynadi. Hozir yo'qdi, mana suvimiz qaynadi, tog'a. Bu ham qaynaydi hozir. Hozir qaynaydi bu suvimiz. Abiya. Isibdimi, tog'a? Qaynatdi bu. Gap yo'q. Qo'qonga chiqdim. Hoji tog'a, xudo xolasa, biz qozonni katta kichigiga qaramaymiz, tochkasiga qarab, holatiga qarab narxini aytaveramiz. Har bitta tochkasini 700 ming, 800 minggacha qilinyapti. Holatiga qarab narxi o'zgaraveradi. Akalar, ko'rib o'zlaring kommentariyalarda yozaverasizlar, qanaqangi fikrlar bo'lsa. Pechka shaklda bo'ldi, xudo xolasa.